Zaytun yog'iga tayyorlangan osh shunaqangi mazali va foydali bo'lishini bilamidinglar? Ayniqsa bu zaytun yog'i sizga mutlaqo bepulga hadyaga kelgan bo'lsa, qizib turgan Borges firmasi zaytun yog'iga piyozimizni solib, oshinglarning rangi chiroyli chiqishi uchun to'q qizg'ish tusga kirguncha qovurib olamiz. Ketidan go'shtimizni solib yaxshilab qovurib, ketidan korzinkaga o'ylavasdan buyurtma qilgan tayyor osh to'plamimizni solib, yaxshilab qovurib, suv solib qaynatib olamiz va gazni pasaytiramiz. Endilikda siz 27-yanvardan 19-fevralgacha korzinkaga o'ylavasdan osh to'plamini xarid qilsangiz, Borges olivka yog'i sizga qo'shib hadya qilib yuboriladi. Bu orada lazer guruchimizni yaxshilab yuvib, iliq suvga 15 minut ivitib, zirvagimizning tegini baland qilib, oshimizni xuddi shu ko'rinishda guruchimizni o'girib damlab olamiz. Oshimizni 20 minutga qopqoq tagiga shunaqa sochiq yopib damlasanglar, oshinglar bo'shashib ketmaydi. Siz ham korzinkaga o'ylavasdan men buyurtma qilgan tayyor osh to'plamini buyurtma qilib, so'g'asiga Borges olivka yog'ini qo'lga kiritib, osh tayyorlash jarayonini videoga olib, Instagram sahifangizda korzinkaga hamda Borgesni atmetka qilib videoni joylab, 20 fevral kuni smek texnikasidan birini yutib olishingiz mumkin.